Oston Urunovning goli Persepolisga muhim g'alabani taqdim etdi. Eron Pro Ligasining 13-turidan o'rin olgan navbatdagi uchrashuvda Persepolis jamoasi safarda Bayko mehmoni bo'lib muhim ochkolar uchun kurash olib bordi. Bellashuv keskin va shiddatli ruhda o'tgan bo'lsa-da, taqdirni yagona gol hal qildi. Uchrashuvning eng muhim lahzasi birinchi bo'limning so'nggi daqiqalarida sodir bo'ldi. 45-daqiqada O'zbekiston milliy terma jamoasi va Persepolisning tezkor vingeri Oston Urunov jamoasini hisobda oldinga olib chiqqan zarbani amalga oshirdi. Uning aniq va o'tkir zarbasi Baykon darvozasini ojiz qoldirdi hamda o'yin taqdirini belgilab berdi. Urunovning bu goli nafaqat uchrashuvning eng ta'sirli onlaridan biri, balki Persepolisning chempionatdagi muvaffaqiyatli harakati uchun ham muhim ahamiyat kasb etdi. Jamoa safarda qiyin raqib ustidan qozonilgan minimal hisobdagi g'alaba bilan turdagi maqsadini mustahkamladi. Muxlislar uchun esa eng quvonarlisi Ostonning yana bir bor o'z mahorat va o'yinlarini yuqori darajada namoyon etgani. Uning formasi ijobiy tarzda davom etayotgani shubhasiz terma jamoa uchun ham yaxshi xabardir.